Nimaga har doim biz? Nimaga tushuntirsin, nimaga? Har doim qizil olishimiz kerak, har doim ko'tga tiqish kerak shu narsalarni. Ikkita o'yin ketma-ket o'ynayapmiz. Ikkita markaziy himoyachimiz qizil olib biz ko'tiga tiqib ketyapti hamma yo'qda. Kerak emas paytda shu har safar shu narsa bo'lish kerak. Biz обязательно qizil olishimiz kerak. Chempionlar ligasida har doim biz shu narsani qilishimiz kerak. Nimaga faqat biz, boshqa komanda emas. Nimaga faqat biz? Nimaga biz? Aynan shu logodagi odamlar. Yana qizil, yana shunaqa holat, yana yutkizdi, yana tushib ketdi. Xudo xolasa Chempionlar Ligasi finalini ko'rmaganimizga 11 yil bo'lyapti. Himoya, faqat himoya. Bitta gol o'tkazib o'ryapti. Bitta hujum, bitta gol bo'lyapti. Varata qayerda turibdi bilmayman. To'sgan bo'lsa bitta save qildi bugungi uchrashuvda. Qolgan gapim yo'q to'g'risi.